Amerika hökuməti Talibanlar elan qılğan vaqtlıq hökumətinin keng dairlik bo'ladiganligi to'g'risida va'da bergan bo'lsa-mu, lekin kabinetda oz sonliqlar va ayollarning yo'qligini, shundaqla Amerika askarlariga bevosita hujum qilgan, hatto qirg'inchiliklarga qatnashgan kishilarning ministerlar tizimligida yer olganligini va buningdan andisha qiladiganligini o'ttirib qo'ydi. Yana bir tarafdan Xitoy tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Xitoyning yangi hukumat bilan munosabatini davomlashtiradiganligini aytdi. Türkiye'nin muavin tashqi ishlar ministri bosh elchi Stat Önal va Misr tashqi ishlar ministerligining muavin ministri bosh elchi Hamdi Sanat Loza Anqarada o'tkazilgan ikki davlat munosabatini normallashtirish suhbatiga qatnashdi. Yig'indan keyin e'lon qilingan bayonotda Turkiya Misr munosabatini normallashtirish uchun qo'shimcha qadamlarning tashlanganligi o'tirib qo'yildi. Germaniya Federatsiya Jinoiy ishlar soqchi idorasining gumondorlarini iz qo'g'lash uchun Isroiliyadagi NSO guruhi shirkati ishlab chiqargan Pegasus nomli talash-tortishliq josuslik yumshoq detalni 2019-yili maxfiy holda sotib olganligi ilgari surildi. Amerika Moliya ministri Janet Yellen federativ hukumatning vaqtliq mablag' bilan ta'minlash tadbirlarining qanchalik davomlashadiganligining aniq emasligini ta'kidlab, parlamentning qarz cheki masalasida tezdan harakat qilishga yana bir qadam chaqiriq qildi. 1991 yili 9-oyning 8-kuni mustaqillikni jakarlagan Shimoliy Makedoniya Cumhuriyeti 30 yilligini tabrikladi. Sobiq Yugoslaviya Federatsiyasidagi 6 davlatning biri bo'lgan Makedoniya Cumhuriyeti tunji bo'lib urush qilmay mustaqillikni qo'lga keltirgan davlat bo'lib qoldi. Rossiya jiddiy ishlar ministri Yevgeniy Zinchev manevr jarayonida qazo qildi. İlgilenişçe Zinchev Rossiyaning Krasnoyarsk Federatsiya rayonining Norilsk shahrida qazo qilgan. Uçurga qaraganda ministerlikning faoliyatini xotirlayotgan bir operator suvga tushib ketgan bo'lib, Zinchev operatorni qutqizish uchun suvga sekirgan. Kutilmaganda ministerning beshi toshga urilib ketib, tik uchar bilan doktorxonaga elib berilayotganda qazo qilgan. Qozog'iston savdo va birgavdilashish ministri Bekir Sultanov Turkiya Qozog'iston uchun muhim savdo sheriklarining biri. 30 yilda Qozog'iston bilan Turkiya o'rtasidagi savdo miqdori 15 hassa oshdi dedi. Sultanov Turkiyaning tunji bo'lib Qozog'istonning mustaqilligini e'tirof qilgan davlat ekanligini eskartib, savdo sohasining ikki davlat munosabati uchun intayin muhimligini ta'kidladi.